Hammaga salom. Bugun internetlarda ko'p mashhur bo'lgan, ya'ni Zenin Toji tarixini ko'rib chiqamiz. Videoni boshlashdan oldin obuna bo'lishni va like bosib qo'yishni unutmang. Biz boshladik. Tojining hikoyasi shunday boshlandi. Zenin klani uning qobiliyatini sinab ko'rishga qaror qildi. U la'natlangan ruhlarni ko'ra oladimi yoki yo'qmi? Shuni bilish uchun. Qattiq va shafqatsiz mashg'ulotlardan so'ng Tojini muhrlar bilan ushlab turilgan la'nat oldiga olib kelishdi. Ammo u qancha urinmasin, boshliqdan boshqa hech narsani ko'ra olmadi. Uning atrofida esa faqat sovuq nigoh bilan qarab turgan jujutsu sehrgarlari bor edi. O'sha bahorda Toji endigina 6 yoshga to'lgandi. Onasi farzandining la'natlarni ko'ra olmasligini tushunib yetdi. U kelajakda uni qanday taqdir kutayotganini va uning tug'ilishi klan uchun qanday sharmandalik bo'lganini tushundi. Onasi buni ko'tara olmadi va o'zini sakura daraxtiga osib qo'ydi va joniga qasd qildi. Otasi bu holatni ko'rib, kichkina Tojiga onasining jasadini tezroq olib tashlashni buyurdi. Otasi shunday dedi: "Bu jasad Zenin klanining manzarasini buzyapti" dedi. O'sha paytda Toji ich-ichidan sinib ketgandi. U bo'lib o'tgan hamma narsaning asosiy sababi o'zi ekanini tushundi. Shunday bo'lsa ham, u otasining gapiga qarshi chiqmadi. Bu uning hayotidagi yangi yo'lga birinchi qadam bo'ldi. Oradan bir necha yil o'tdi. Toji jang mahoratini sayqallab borardi. U hech qanday qiynalmasdan oyog'i bilan raqibni yerga tepib, sparring sherigini yerga qulatardi. Yiqilgan raqibining oldiga hissiz yuz bilan yaqinlashgan Toji hech ikkilanmay yana bir bor zarba berdi. U raqibini shu darajada ayovsiz kaltakladiki, bunga kuzatuvchi Zenin klanining murabbiyi aralashdi. Tojini to'xtatishga majbur bo'ldi va Tojiga jazo berdi. Toji jazoni qabul qildi. O'zining tez achchiqlanishi sababli u yerga mahkam bog'landi. Ustidan kuzatib turgan shaxs jim turib unga dedi: "Senga murojaat qilganda munosib javob berish kerak. Bugun sen haddingdan oshding. Shuning uchun alohida mashg'ulot kutmoqda seni", dedi. Tunnellar bo'ylab yurganida Zenin klani a'zosi Tojidan so'radi: "Sen bilasanmi, Jini sening yoshingda nimalar qilgan?" Toji javob bera olmay jim bo'ldi. U hech qachon buni yaqindan bilmagan edi. Shu paytda uning murabbiyi tushuntirib berdi. Jini o'sha paytda boshqa sehrgarlar bilan murakkab topshiriqlarda qatnashgan. Shu yo'l bilan u oddiy narsalarni ham osonlik bilan uddalay boshlagan. Toji bu gaplarni eshitib ich-ichidan o'yladi. Bu hammasi o'zining yo'lini topish uchun qilayotgan mashg'ulotlar ekanini anglab yetdi. Shundan so'ng murabbiy Tojini zinapoyadan itarib yubordi. U yiqildi va atrofdagi eshiklarga urilib ketdi. U o'rnidan turib, Toji o'z oldida bir narsani ko'rdi. Bu go'yo darvoza edi. U atrofdagi bo'shliqni tomosha qildi. Unda faqat zulmat hukmron edi. Shu payt Toji ich-ichidan nimagadir hayratlandi va bir zum o'tmay yuziga kuchli zarba keldi. O'sha voqeadan biroz vaqt o'tdi. Darvozalarni ochgan murabbiy Tojining qanday kaltaklanayotganini ko'rdi. La'natlangan ruhlar uni bo'lib tashlashni boshlagan edi. Lekin hayratga soladigan narsa shuki, u hali ham tirik edi. Yarim o'lik yigitni kuzatib turgan murabbiy unga shunday dedi: "Boshqarib bo'lmaydigan narsaga qarshi kurashni to'xtat. Agar sen biror narsani la'natlamoqchi bo'lsang, avval o'zingni mustahkam tanangni boshqar", dedi. "U doim seni o'ldirmay turib turadi", dedi. "Bu layoqatsiz maymun". Toji buni eshitib, ich-ichidan tushundi. U hech narsani la'natlay olmasligini, chunki unda hech qanday la'nat energiyasi yo'qligini tushundi. Keyingi lahzada u uyg'ondi. O'z xonasida yotib, bu dahshatli tushdan chiqib kelganida Toji klandagi yagona do'sti unga tibbiy yordam ko'rsatayotganida u uyg'ondi va oynaga qaradi. Chap yonog'idagi chandiqni ko'rdi. Oradan biroz vaqt o'tdi. Toji endi kun va tunni ajrata olmay qoldi. Lekin u baribir o'sha voqealardagi unga nimalar qilinganini eslab turardi. Chunki bu butunlay og'riq va azob bo'ldi. Uni urishgan, qo'llarini pichoq bilan teshishgan va ehtimol bu yagona holat emas edi. Har bir harakati uchun Toji jazolandi va kaltaklandi. Keyin uni jazolar xonasiga olib borishdi. Vaqt o'tib, u og'riqni his qilmaydigan nuqtaga yetdi. Ammo buni ortida yangi sinov yashirilganida, uning tanasi shu darajada mustahkam bo'lib ulgurgandiki, barcha azoblar, urushlar va la'nat ruhlarining zarbalariga bardosh bera olardi. Unda tanlash yoki qarshi turish imkoniyati yo'q edi. U shunchaki chidardi va har safar murabbiylar kelib, unga sinov o'tkazib, yashayaptimi yoki yo'qmi, shuni bilishga harakat qilishardi.
Toji navbatdagi zarbani olardi. Doim o'zining zaifligi haqida eslab turadigan gaplarni eshitardi. Hatto u endi o'rtacha darajadan biroz kuchliroq bo'lganida, lekin bu kuch uni himoya qila olmadi. Bir kun hayot deb ataladigan shafqatsiz kunlardan birida Zenin klanining Toji ustidan o'tkazilayotgan mashg'ulotida uning tanasi tahdid yaqinlashayotganidan sezib titrardi. Ammo u baribir hech narsa qila olmadi va la'natlangan ruhlarning zarbasini oldi. U foydasiz tarzda qon talashib yotardi. Shunda la'natlangan ruh odatdagidan kuchliroq bo'lib, uni o'ldirishga harakat qildi. O'sha paytda Tojining onasi o'yladi, u allaqachon jahannamga tushgan edi. Lekin Toji tushundi, u jahannamga tushgan bo'lsa-da, shu bilan birga u ozod bo'lgan edi. Toji ojiz va qo'rqinchli vaziyatda bo'lsa-da, baribir la'natlangan ruhlarga qarshi o'zini ko'tarardi. U boshini ushlab aniq zarba berdi va ruhning boshidan qon ketdi. Ammo ruh boshini orqaga tortdi va Toji bu paytda uning so'zlarini eshitardi. Ertaga ko'ramiz. Murabbiy bu vaziyatni muhokama qila boshladi. Ma'lum bo'lishicha, ulardan biri haqiqatdan ham birinchi darajadagi la'natlangan ruh ekanligi ma'lum bo'ldi. Agar yigit o'lsa ham ahamiyati yo'q, chunki klan rahbari bunga ruxsat bergan, deyishdi ular. Darvozalarni ochgan payt barcha bu dahshatli voqeani Toji oldida ro'y berayotganini ko'rishdi. Eshik ochilgan zahotda hamma karaxt bo'lib qoldi. Toji Zenin u yerda bo'lgan barcha la'natlarni yo'q qilib, hatto birinchi darajali dahshatli ruhni ham haydab chiqargan edi. O'sha kechasi qor yog'ayotgan paytda qon bosgan Toji sekin yurib onasi bilan xayrlashgan o'sha daraxt oldiga keldi. Otasi uni ko'rib, ichida shunday o'yladi. Go'yo bu bola ham onasi kabi joniga qasd qilmoqchidek, lekin yo'q. Toji tanasi shunchalik chidamli ediki, hatto u buni xohlasa ham o'zini o'ldirish deyarli imkonsiz edi. Arqonga osilsa ham bu uni o'ldira olmasdi va bu juda dahshatli haqiqat edi. Yer yuzidagi kichkina jahannamga tushish. Bu juda og'ir edi. Shu kun Toji Zenin butunlay o'zgardi. U qayta tug'ildi. Oldingi hamma narsani tashlab, faqat bitta yagona istak bilan yashay boshladi. Hamma narsani va hammasini yengish. Oradan bir necha yil o'tdi. U butunlay ozod bo'ldi va hatto o'z klanini ham undan qo'rqitadigan qilib qo'ydi. Umid qilamanki, sizga bu voqealar yoqdi. Chunki bu haqiqatan ham Jujutsu Kaisenning mangasidan olinmagan. Ha, bu ma'lumot Jujutsu Kaisen mangasidan olinmagan. Bu fanlar tomonidan qisqa ishlangan hikoya. Lekin Toji tarixiga 80% o'xshash desak ham bo'ladi. Bu o'xshaydimi yoki yo'q? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring va video yoqqan bo'lsa like bosishni va obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz yana ko'rishamiz. O'zingizni ehtiyot qiling.